Jurt qancha muhtojlar bor, qo'lingizdan kelgancha yordam bering, oxirat quriladi. Zakatingizni beringiz, oxirat quriladi. Sadaqa beringiz, oxirat quriladi. Belek beringiz, oxirat quriladi. O'g'lim, Xudo xolasa sen yashaysan. Yaxshi bo'lib ketasan, saxovatli aka-ukalaring seni shunday ahvolda tashlab qo'ymaydi o'g'lim. 10 oylik Asadbekning qilgan nolasi bizgacha yetib keldi. Azizlar, bugun biz Qayirmaga Atabekova ko'chasi 45-uyga yosh 10 oylik go'dakni ziyoratiga kelganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar bizning xonadonga. Xola, o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz. Men Hashimoxona O'runxon Abdulazizovna O'sh shahridan bo'laman. Ikkita qizim bor. Xo'jayinim o'tib ketgan. Xola, bizga murojaat qilishingizga nima sabab bo'ldi? Sizlarga murojaat qilishim sababi men 26-fevral kuni o'sha og'rib qolgan nevaramni kirlarini yuvgani kirxonaga kirdim. Kir boshlay desam, qizim Dildora o'sha Hamdullayev Asadbekning ayasi, u qizim ham gruppada turadi. Og'riqchan, nevrologik og'riqchan. Aya bola beshikda qatib qolibdi dedi. O'zim yo'qotib qo'ydim kirxonada. Qo'shlarim nima bo'ldi deb yugurib kiruvdi. Bola beshikda umuman qatib qolibdi. Qo'shnim eshitdi. Qo'rqmanglar dedi. Skoriya chaqirishdi. Skoriya ham tez orada yetib keldi. Bu qanday tug'ilgan, birinchi tug'ilganda dedi. Birinchi tug'ilganda hamma yo'q yaxshi tug'ilgan desam, unda bo'lmasa yuringlar skoriyaga chiqinglar deb bizni Garaskoy больницаga olib bordi, Detskiy больницаga. Olib borgandan keyin bolani qora gavhari umuman pastga tushmasdan bolani ko'zi yo'qolib ketdi. Bola juda og'rib qolibdi deb reanimatsiyaga qabul qildi. 10 kun bolani gavhari yo'q bo'lib yotdi. Bolani tekshirib ko'raylik deb diagnostikalarni olib kelib tekshirtirdik. Aytgan dori-darmonlarni olib berdik. Endi hamma yo'q ham больницani o'zida bo'la olmaydigan, bu bolani dorilari qimmatroq dorilar bo'ldi, lekin ishlarni olib qaratdik. 10 kun reanimatsiyada qarab berishdi. 10-kuni vrachsiz keling dedi, kirsam bolani boshida suv bor deyapti. Og'ir deydi. Diagnostika qilgan apparatda bolani boshi og'ir deb o'zimga aytdi. Endi nima qilaman desam, sizlarga 20 kun kanikul, 20 kundan keyin bolani boshini lechit qilmasanglar, bolani boshi yiringlab ketadi deydi. Kechasi uxlamayapti, kunduzi uxlamayapti, yig'laydi. Shunga so'ranib ketardim, agar shu kunda ko'ngildan chiqarib shu bolamga yordam beradiganlar bo'lsa bersanglar. Shu bolamni O'zbekistonga olib borib qarasam, yashagisi kelyapti. Xola, bu nevarangizni litseniyasiga necha pul ketadigan bo'lyapti? Hozir endi taxmin 500 mingdan oshiqroq pul ketadi deyapti. Azizlar, bu bolani boshida suv bor ekan, ko'zi tepaga ketib qolyapti. Hozir o'zida 2-3 marta ko'zi tepaga ketib qoldi. Alloh taolo o'zi shifo komil bersin. Inshaalloh bu bolani operatsiya bo'lib yaxshi bo'lib ketishligiga o'zimizni hissamizni qo'shib qolaylik azizlar. Hech qaysi ota-onani boshiga bunaqa kun tushmasin. Shu bolani Ramazon oyida turib biz mana duolar qabul bo'ladigan, ehson sadaqotlar qilinadigan oyda bu yosh go'dakka o'zimizni yordamimizni qo'ldan kelgancha beraylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.